birda yashaganman. U yerda 40 yil yashadik. Hamma o'rta qo'shnilarimiz shunaqa ahil edik. To'y bo'lsa hamma birga borardik. Nima bo'lsa birgalikda yurardik. Hammamiz opa singil edik. Bir-birimizga xabarlab turardik. Qo'shnilar berardik. Deb hech tasavvur qilmaydi. Mani o'zim o'tirgan joyda oldimda katta agarat, orqamda katta agarat, hammasini gullatib, o'tga gullar ekkanman, pomidorlar ekkanman, daraxtlar, olmador, nima deydi, olxo'ri, to'qqiz olxo'ri bordi, boshini yeb qilgan, hammaga pishgan katta qora olxo'ri. Shoptolim bordi, boshini egib qilgan, rucha shoptolilari, tukuyor shoptoli. Qizil bo'layotadi. Xullas, hech kim o'ylamaganki, men uyimga o'zim dalada turardim. O'sha chelak olxo'ri borsam, otam rahmati aytardi. Sen domda turasan-ku. Bizda mana shaharda hovlida tur, bizda yo'q. Qayerda oldinglar dilim. Voy adajon boring. Mani hamma ham bog'zor, gulzor, hamma narsam bor u yerda. Men hech qachon domda o'ylamayman. Birinchi etajda turaman, hamma yog'imni gullatib, suvlar sepib, chiroyli qilib qo'yaman. Orqamni gullatib, hammasi gullar ekib, atir gul, turli tuman gullar, hattoki hali tasbih qiladigan gullar ham bordi. Ulardan o'zimga tasbih ham qilib olganman. Xullas, juda yaxshi turganman o'sha yerda. Endi zamona zayri bilan Xudoyim ish qilib, endi o'zi bor ekan. Birinchi qizimni olib qo'ydi, katta qizimni. Rosa siqildim. O'shandan keyin juda yashab turgan jonimdan xafa bo'lib ketdim. Mana shunaqa bo'ldi deb. Qo'shnilar to'g'risida gapiring. Lyusiya bor edi birinchi etajda. Teta Lyusiya. Qo'shnilar o'ris edi. O'zbekdan yaxshi edi. Har doim uyimga kirsa, bolalar kichkina otda chiqib o'ynatib, narsalar olib chiqib berardi, kiyimlar olib kelib berardi. Men san qizingga podarka deb hamma narsalar olib chiqardi. Dede Slava. Adamizga chelak provodniylar tuxum olib keladilar. Yarmini o'shanga beraman, xursand bo'ladi. Voy, o'zbeklar shunaqa boy bo'ladimi deydi. Men boyman, mana senga deb berardim. U uyimga chiqib hatto ishlarimga qarashib o'rgan. To'ylarim bo'lsa, qizlarim uzatganda o'shani o'yini bitta o'yin yasatib qo'yardi. Hamma o'sha yoqqa chiqib yotardik. Xullas, uyimga chiqib hamma ishlarimni qilgan edi o'sha qo'shnim. Ikkinchi etajda opa Rayapa. Ikkinchi etajda tatar qo'shnim bordi, ota Raya edi. O'zi juda ham o'zbeklardan ham a'lo edi. Bolalari ham, kelini ham yaxshi edi. Xullas, qo'shni tepamda Jamila opa. Etajda ham turgan. Jamila opa. Tomonda ikkinchi tepamda Jamila opa turgan. Uni eri katta xo'jayin, avtobazani xo'jayini edi, 4-chi. Yaxshi boyvachcha edi. Nimalar bo'lsa u ham olib chiqardi, men olib chiqardim. Endi bayramlar bo'lsa bir-birimiz, yaxshi atirlar olib keladi, uni eri olib chiqadi, sizga sovg'a deb. Xullas, domda ham xuddi hovlida yashaganman. Hammasini ahil edim. Hammaligi bilan bitta ovqat bo'lsa, hammamizga ulashib chiqardik. Endi 3-etajda Toshkent oqshomning redaksiyasi turar edi o'sha yerda. Redaktori. Rahmatilla aka. Rahmatilla aka. Muyassar ayollari, qizlari juda ham chiroyli, 4 ta qizi bor edi. Hammasi xuddi opa singilda yurardik. Endi nima qilasiz, endi kunlar o'tib ketaverar ekan. Gulbahor opalar yonidagi. Opa. Endi bu yoq tomonda juda yaxshi odamlar. Har yoz bo'lsa katta avtobus olib kelib, Oshatda o'zlari mahallada domdagilarni hammasini olib ketib, 2 kunga qayergadir aylantirib kelar edi. Dilmurod akalar 4-etajda. 4-etajda Dilmurod, Feruza nima edi? Ayolning ismini chiqarib qo'ydim. Hammalari yaxshi turishardi. Keyin Muhabbat opalar turishdi. Yo'q, narigi boshida Muhabbat opam turardilar. Juda ham yaxshi edilar. Ibrahim aka yaxshi edilar, brat edi. Nima bo'lsa chop chiqib ish qilib bizga chiqib qarashardi. Bolalarim kasal bo'lsa kelib qarardi. Nima bo'lsa olib chiqib berardi. Xuddi bir oila bo'lib yashagan biz. Hamma o'sha yerda men hech shu domdan roziman. Hammasi yaxshi, yomoni yo'q edi. Hamida opalar, opa, Oliya opalar, 1-etajda Oliya opa. 1-etajda doktor tug'diradigan, meni hamma qizlarim doyasi bo'lgan. Oliya opam turardi, hozir o'chasiga qilib ketgan. Navaralari turadi.
hamma qo'shni yaxshi bo'lgan. Ular to'g'risida igirlar turishardi. To'rtinchi hammasida yaxshi odam. Olapan tepasida tojapalar turishardi. Tojapam rahmatli to'g'risida ham gapiring ona. Endi ikkinchi podyezdimizda olapam turardi, birinchi etajda anaqa edi, bolalarni doktori edilar. Yaxshi ayol edilar, juda ham yosh, hozir ham yashayotgan bo'lsa kerak. Tojapam yaxshi ayol edilar, pista sotardilar. Ochiq ko'chani boshiga pista sotardilar hammasi. Mana Mahmuda qizim bilan jay. Anaqa edi, o'rtog'ida shunaqa xullas yaxshi oila edik. Hamma qo'shnilarim yaxshi edi. To'y qilsak hammamiz bir-birimizga narsalar qilgan, bir-birimizga qayerqa bo'lsa birga to'ylarga birga borgan biza, xohlagan joylarga borgan biza. Ziyoda opa ham yaxshi qo'shni edi, ancha qavarab turardi. Yo'q, uni pastlari yoqib bor edi qo'shni, u ham yaxshi edi. Hamida Xudo rahmat qilib o'tib ketgan, u ham juda yaxshi ayol edi. Xullas hammasi nari boshdan Muhammad opam bor edilar. Ularni o'g'illari bor edi, juda ham yaxshi bolalar edi. Bir narsa bo'lsa chopib bizlarga chiqib qarashar edi. Bayramlarmi boshqa bo'lsa Bahodir tog'orada bir tog'ora qilib bir narsalar olib kelib tashlab ketar edi. Shunaqa ahil oila bo'lgan biza. Endi hozirgi kunda hamma qaridi, boshqa qildi. ikkinchi etajda To'xtaxon opa. Endi o'tib ketdi u yer To'xtaxona. Hozir hammasi yaxshi edi. Narigi boshda Dilbar opa. Hammasi Dilbar yaxshi edi. Islom akam katta doktor edi. Nariyada Ibrohim akam yaxshi doktor edi. Muhammad opa bog'chada zaviyaga shu ishlagan. Bu yoqda bu podyezdda Ilhom turgan, Jalil bo'lgan. Ota onasini aytasiz. Fattoh akalar. Nariyada Fattoh akam bor edi. Sresar edi. Bir narsamiz chopib chiqib yetardik. Kelib hamma yonib vodolarni tuzatib ketib chiqardilar. Xullas biza bitta domda turganman, bir oila edi. To'y ham boshqasi ham birga bo'lgan biza. 3-etajda Rahmatlar akam turardi. Toshkent oqshomini ishlasi muxbir edi. Otallari kotib, bankda xo'jayin boshlig'i ishlagan. Endi 4-etajda Anaqalar Sanobarli turishardi-yu opa. Komil opamgilar. 4-etajda Komil opamgilar-chi? Yo'q, yoqtepalarning tepasida-chi? Yoqda tepasiz anaqa Saodat turgan. Saodat 4 ta qizi bor edi. Shu yerda to'ylar qilib uzatgan qizlarini hammasini keyin ular hammasi uchastkani ketib qolishdi. Onalariga ham kelgani ham yomon bo'lmadi. Hammasi opa-singil ishladik. Mahallada to'y bo'lsa bitta odamnikida, hammani uyida to'y bo'lardi. To'yxonada eshik tegdi, to'yxona bo'lardi, o'sha yerda osh berishardi. U oshdan butun mahalladagi har bitta xonadonga ertalab laganda tarqatib chiqishardi. Juda zo'r paytlar edi, hamma ahil, shunaqa to'y ham to'yxona shundoq domimiz oldida to'yxona, shu yerda to'y bo'lardi. Hamma xursand yurardi. Bitta odamning uyida to'y emas, butun mahallada to'y bo'lgandek his qilardi hamma. Do'mmi to'y, shu mahallani do'mmi to'yi bo'lardi. Hozir endi hamma to'yxona bo'lgan joylar, mashina turadigan joylar bo'lib ketdi. Garaj bo'lib ketdi. Mashinalarni qo'yishga joy yo'qligidan o'sha yerga qo'yib yuborishdi. Atab o'tlar to'yxona bo'lgan. Hamma o'sha paytda skameykalarni o'zi yasardi. Temirlar, taxtalar bo'lardi. To'ydan oldin butun mahalla chiqib yasatishib yuborardi. Erkaklar uni tashib sabzi to'g'rarlar bo'lardi. Ertalab vaqt nahorga oshlar bo'lardi. Hech kim hech qachon hay ertalabdan 6 dan nimaga muzika demagan. Juda chiroyli, juda zo'r paytlar edi. Vaqt zamoni bo'lib hammasi orqada qoldi, qaytarib bo'lmasa kerak endi. Xudoga shukr. Shu yerda yashayotganlarimiz kam qoldi. Har xil odamga kelishdi, o'tib ketganlar juda ko'p bo'ldi. Shuning uchun men do'mni yomon demayman, yaxshi bo'lgan. 1-etajmi, 4-etajmi, hammasi bitta edik. O'ris bormi o'sha yerda, yevrey bormi, hamma bitta oila bo'lib yashagan biza.
qani endi shu zamona qaytsa yana yashardi. Endi o'tib ketdi. Bola chaqasi katta bo'ldi, uyli joyli bo'ldi. Hammasi uy joy ketib qolishdi. Qolganlar qolishdi. Endi biza ham o'tlarni boshqa yoqqa o'tib ketdi. Ular qolib ketdi o'tdinglar hammasi. Nargi domdigilar opa. Sho'kat akalar, Ozod Hamma akalar. domda. Mana 11-domda qancha yaxshi yigitlar, kishilar bor edi. Xo'jayin bilan birga hammaligi bir narsa topsa, o'sha yerda chiqishgan, toy choyxona qilib olishgan. Choyxonada o'tirib hammalar rohat qilishardi. Bu yoqda mana xo'jayin narsa olib kelardi, ular u yoqdan chiqishardi. Gavjum hamma yoq xursandchilik edi. Endi shunaqa hamisha birday turmas ekan. Hozir ketdi, hamma o'tib ketdi endi. Biz ham mana qarib qoldik. Qancha umri bor Alloh bilguvchi endi ular. Mashalloh, la quvvata illa billah, Xudo xolisa. Umringiz uzun bo'lsin. Shunaqa.